Alo Dildoraxon, uydaligimga sekin gapiryapman. Ertaga ishxonada ko'rishamiz. Bo'pti Dildoraxon, men ham. Yo'qonayni. Kim bu? Ha, ishxonadan telefon qilishdi qizim. Ayol kishining ovozi yo'q. Ha, senlar darsingni ayol kishi bilan ishlab bo'lmaydimi? Sekretarim bu meni. Sekretarmi? Aya, sizga zo'r soqqolingiz chiqib qoldi. Rayhon? Qo'ying, odam deyapsiz. Rayhon? Qo'ying. Alo. Alo, qaydasiz dada? Xonamdaman. Kim dadasi? Ha, qizing. Ya, oldida gapirayotgan kim? Ha, ayang. Yolg'on gapirmang, qizimiz uxlayapti-yu. Ha, onasini emsina. O'zing rashksan, qizni ham shuna to'qib bergansan. Hey, halol yashaymanmi? Bir-biringdan ham rashk qilasanlarmi? Jinni bo'lib qolyapman. Yasha o'zing. Yasha. Tavba qildim. Qayerga ketyapsiz? Enangni yeriga ketyapman. Och ko'zlariga ketyapman, o'lgan. Yuringlar bilan chiroyli bir bo'lib olamiz. Hakkarash 3 ta joy gaplashib qo'yganman. Yo'qmi yo'qsa, bir-birimizdan rashk qilmaymizmi? Ay, yuringlar.